Bu yangi modelimiz MacBook Neo degan narsa. Bunisi M2 bo'ladi. Lekin M3 versiyasi bor. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Anchadan beri sizlar bilan ko'rishmagan edim. Bugun ko'rib turganimdan xursandman. Hop, sizlarga bugun MacBooklarning narxini birma-bir aytmoqchiman. Ya'ni bizda sotilayotgan MacBooklarning narxi. Hop, birinchisi keladigan bo'lsak, bizda MacBooklarning M3 versiyasi bor. M3 versiyasi bu MacBook Air modeli bo'ladi. 14 dyumli MacBook Air model. Shunaqa ingichka, ko'tarib yurishga qulay bo'lgan model. Ushbu modelimiz MacBook Air M3 2024-yil ishlab chiqarilgan. Operativ xotira 8 GB, 256 GB SSD xotiraga ega. Bu MacBookimizni korobka dokumentlari bor. Yomkisi 100% bo'ladi. Bu degani batareykasi taxminan 18 soatgacha yetib beradi. Ichida 29 bor yo'g'i 29 marta zaryadga qo'yilgan. Buni narxi $700 chiqadi. Xo'p, bu $700lik segmentimiz. Xo'p, buni chetga surib turamiz. Endi ikkinchisi. Endi bizda ikkinchisiga xuddi MacBook Air 15 dyumligi bor. Faqat un bilan buni farqi, bunisi M3 bo'ladigan bo'lsa, bunisi M2 bo'ladi. Lekin buni ekrani kattaroq bo'ladi. Hop, bu bilan solishtiradigan bo'lsak, buni ham korobkalari bor. Yomkisi 90% bo'ladi. Zaryadga qo'yilgan sikli 90 marta zaryadga qo'yilgan. Hop. Tak, buni korobka dokumentlari bor. Buni narxi $690 chiqadi. Xo'p, bu 700 bo'ldi, bu 690 bo'ldi. Endi narxlarimiz pastga tushib boraveradi. Balki sizga to'g'ri keladigan, balki shunaqa narxlar chiqib qolarki, balki siz ham MacBook olib ishlatadigan narxlar balki bizda bordir. Xo'p, endi undan keyingi variantimiz, xo'p, bu yoqda mana sizlarga yangi modelni ko'rsatmoqchiman. Bu yangi modelimiz MacBook Neo degan modeli. Bu Apple mahsulotlari, MacBooklar ichida eng arzoni. O'zi sotilish narxi $599 qilib chiqarilgan. Bu 100 yomkis bo'ladi. 100 yomkis bir sikl. Bu ishlatilmagan, yengidek holatda, yangi korobka dokumentlari bilan turibdi. Full komplekt. Buni narxini YouTubedan kelgan mijozlarimiz uchun, lekin bir dona faqat shoshilasizlar, buni $570 qilib bera olaman. Hech kimda yo'q narxi xudo xolasa. Rangi ham silver svet, ertaga sotaman, olaman deganingizda yengilini sinab ko'rsangiz bo'ladi va sotaman, olaman deganingizda zo'r ketadi. Narxi ham zo'r chiqadi buni. $570. Narxi mana ancha tushdi. Bundan ham tushadi. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Xo'p, keyingi modelimiz bizda xo'p, bu yoqda yana bitta MacBook Air'imiz bor ekan. Tak. Mana shu modelimiz bo'lishi kerak. Xo'p, MacBook Air. MacBook Air modelimiz, bunda M1 protsessor bo'ladi. Eng hadoy, eng ko'p sotiladigan, odamlar hamyonbop va yaxshi ishlab beradigan model. Yana shuni solishtirib o'tib ketaman. Qaranglar, Neo'da aldanib qolmasliginglar uchun sizlarga qo'shimcha ma'lumot. Aldanish emas, nima desa bo'ladi? O'zi buni kim ishlatsa bo'ladi bu notebooklarni. Bu hozir bular ko'rsatayotganlarim M2, M3, M1 ko'rsatayotganlarim bular Apple'ni juda ham sifatli, juda ham o'zi ishlab chiqariladigan M1, M2, M3 protsessorlarni ko'rsatdim. Buni bemalol dasturlashga, video montaj, og'ir ishlarga bemalol foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari Neo'ni ko'rsanglar bo'ladi. Bu Neo'da bular o'qituvchilar va talabalar uchun mo'ljallangan model bo'lib, minus taraflarini aytaman. Minus tarafi klaviaturasida podsvetkasi yo'q, klaviaturasi yonmaydi va отпечатка bo'lmaydi. Bu M seriyada M1 olasizmi, M2, M3 olasizmi? Bularda hammasida podsvetka, hamma narsa bor. Xo'p, endi davom etamiz. M1 ga keladigan bo'lsa, M1imiz bu xo'p 102 marta zaryadga qo'yilgan, 95% yomkisi bo'ladi batareya. Bu ham taxminan 17 soatga yetib beradi batareyaga. Buni korobkalari bor. Sizlarga buni eng bo'lish narxi $420 ga qilib bera olaman bu modelni. Bu minimal narx. Bundan yana bitta bor bizda. Air yana bittasi. Ikkalovi bir xil bo'ladi. Faqat bu M1 bilan bu M1 farqi zaryadkasida 111 marta bu zaryadga qo'yilgan, 111 marta. 83% yomkisda bo'ladi. Shuni hisobiga taxminan mayli sizlarga bo'lsin $400 ga qilib beraman. $400 ga MacBook topish bozorda juda ham qiyin desa ham bo'ladi. Chunki kamida o'zimiz bozorda $450 sotilyapti M1lar. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingisi mana bular o'sha hamyonbop MacBooklar.
Bu ham Air bo'ladi. Bu hammasi ko'rsatayotganimiz Air, bitta Neo ko'rsatdim. Bu ham Air bo'ladi. Lekin buni yaxshi tarafi bu 2020-yilda ishlab chiqarilgan Air bo'ladi. Faqat protsessori bularda M seriya bo'lgan bo'lsa, bunda Intel seriya, Intel Core i3 bo'ladi. Lekin 2020-yilda notebook, MacBook'i. Tak, operativkasi 8, 256 GB SSD, faqat Intel seriyada yomkisini ko'rsatmaydi, lekin normal deb ko'rsatadi. Normal degani yaxshi hisoblanadi. Siklini aytishim mumkin. 139 sikl chiqargan bu. Buni narxini sizlarga $300 qilib beramiz. Yo'qda narxlar уже ancha cho'mchayboq bo'lib qoldi, lekin bundan ham arzon bizda Pro modellari bor. Bular Air bo'lsa, даже Pro'lar ham bor. Bular nimaga arzon desa, bu yili rol o'ynaydi bularda. Hozir eng pasti 2020 bo'lgan bo'lsa, MacBook Pro'da xo'p, bizda уже 2017-yilda MacBook modeli bor. 2017-yilda ishlab chiqarilgan MacBook Pro modeli. Buni yaxshi tarafi klaviaturasi yonadi, faqat отпечатка bo'lmaydi. Bunda 241 sikl bo'lar ekan. Mana shu MacBook'imizni batareya normal, bunda ham yomkis ko'rsatmaydi. Sizlarga YouTube foydalanuvchilariga, YouTubedan ko'rib kelayotgan klientlarga $250 qilib beramiz. Bu ham zo'r narx. Lekin bundan ham arzon MacBook'im bor. Uni ham ko'rsataman. Silver svetda bo'ladi. Silver svetda MacBook Pro modeli bu. Xuddi bu ham Core i5 protsessor, 8 GB operativka, 128 SSD. Bunda 256 GB SSD edi. Xo'p, buni narxi sizlarga eng minimal, eng arzon modeli shu bo'ladi, lekin MacBook kachestalari zo'r, ovozlari zo'r, batareyalari zo'r. Sikli faqat 348 marta zaryadga qo'yilgan. Buni atiga sizlarga $230 ga qilib beramiz. Hozircha bizda mana 9 ta adashmasam MacBook bor, 8 ta 9 ta chiqadi. Bundan tashqari bizani mana Telegramda kuzatsanglar bo'ladi. Telegram kanalimiz bor. Xo'p, Telegram kanalimizga kiradigan bo'lsanglar, bu yerda mana svoystvasi, narxlari, hamma ma'lumotlar ko'rsatilgan. Bu yerga adreslari ham yozilgan. Agar mana shu Telegram kirib t.me okuzitbook deb yozsanglar, bizani yoki flipus deb yozsanglar, bizani kanal chiqadi. Shu yerdan kirib, mana YouTube'ga ham har kuni ham video qo'ya olmaymiz, lekin kanalga har kuni notebooklar qo'yib boramiz. MacBookdan tashqari bu yerda игровой notebooklar, HP notebooklar va boshqa brenddagi notebooklar ham bor bizda. Kanalimizga obuna bo'linglar, bizani kuzatib boringlar. Xudo xolisa yanada ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Faqat sizlardan qo'llab-quvvatlab, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana keyingi efirlarda ko'rishamiz inshaalloh.